laboratoriyalar tashkil etildi. Respublikamizda sanoqli bo'lgan Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatiga ko'rib turganingizdek, o'quvchilar ham o'qituvchilar ham saralab olinadi. 3 bosqichli imtihondan o'tib qabul qilingan o'qituvchilar, ularga bir nechta mas'uliyatli vazifalar yuklatilgan. Ya'ni o'quvchilarga qanday talab qo'yilsa, o'qituvchilar ham xuddi shunday o'z ustida ishlagan, ilmiy salohiyatga ega bo'lgan ustozlar qabul qilingan. O'qituvchilarimiz hozirgi kunda 15 nafarni tashkil etib, shularda 9 nafari oliy toifali, 5 nafari birinchi toifali, 1 nafari esa mutaxassis toifasiga ega bo'lgan o'qituvchi hisoblanadi. Bu o'qituvchilarning ichida xalqaro sertifikatlarga va milliy sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilar, ilmiy salohiyati yuqori bo'lgan o'qituvchilar juda ham ko'p. Biz ularga qo'yayotgan talab jahon standartlariga mos bo'lishi kerak. Ya'ni o'quvchilarimiz o'z ustida ishlab xalqaro olimpiadalarga qatnashayotgan bir paytda o'qituvchilar ham xuddi mana shunday darajalarga loyiq holda o'z ustilarida ishlashi kerak. Hozirgi kunga kelib o'qituvchilarimiz o'sha bir nechta xalqaro loyihalarda ham ishtirok etishmoqda. Men